Hurmatli obunachilar, Hajiyevlar dam olish maskani bizni mehmonxonamiz orientarini so'raysizlar. Mana shu yo'ldan tekis kelib, bundoq qarasalaring, mana yerda mehmonxona Xon Kebob. To'g'rirog'i uzr adashib ketdim, shashlikxona. Xon Kebob mana bizni reklama. Mana shu yerdan qarab xohlasalaring, telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilsalaring, o'zimiz oldilaringga chiqamiz. Mana xohlasalaring, uni svet yonib turgan uy. Mana bizni uyimiz. Mana hozir sizlarga Qo'qonda Besharig'idan kelgan avtobusni ko'rsataman. Keyingi videoda ko'rsatamiz. Mana hozir biz mehmonxonamizga qarab yuryapmiz. Vobshe qorong'u joylar ekan deb o'ylamang. Endi hozir soat nechi? Kech paytga 1. Endi kunduzi vobshe chiroyli joylar. Mana Xon Kebob. Haliginda Xon Kebob svetini yoqdi, o'chirib qo'yibdi. Mana bizni mehmonxona. Hajiyevlar dam olish maskani. Hozir kirib ketyapmiz. Avtobusimiz Qo'qonda aytganimdek Besharig'idan kelishdi 30 kishi. Sekin joylashib olishdi. Sizlarga ham kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Kelaverasizlar hammalaring.